u foydalanuvchining o'z dunyosiga qaytishi uchun kelajakdagi yo'lni kafolash qobiliyatiga ega. Bu shuni anglatadiki, men bo'lgan dunyo albatta kelajakdagi oy dunyosiga ulanadi. Bu tarixni o'zgartirishning oldini olish uchun. Chunki ruxsatsiz vaqt immigratsiyasi og'ir jinoyatdir. Demoqchisanki, tez tushunyapsan. Avval aytganimdek, oyda hammani o'ldirgan ayol bor edi-ku. U kim edi? Men. Aynan ongimni raqamlashtirib, uni Xiyankyu davriga yuborgan paytimda men oyga ham yakun yasadim. Buyuk temir o'sha vaqtni nuqtasini mahkamlab qo'ydi. Shunda hech kim oyda nima qilganimni bilmaydi va hech kim aralasha olmaydi. Qanday? Zo'r o'ylanganmi? Shu narsa butun olam chizig'i yig'ilishini, falokatini boshlab berdi. Shu kabi biron nima bormi? Bunday ovoz chiqarmang. Bu degani Kunihitoning o'limiga qadar sen allaqachon Xiyankyoda bo'lgansan. Dunyo chizig'i yaqinlashuv falokati, hammasi seni istaging. Siz ham sababchilarni bir qismisiz. Sevmaysizmi? Shuning uchun butun dunyolar vayron bo'lib ketdi. Kelajakka qaytishimga xalaqit bergan. Shuning uchun butun dunyolar vayron bo'lib ketdi. Aralashmasangiz bo'lmasmidi? Bu juda o'zboshimchalik. Nega yashash degani mavjudlik uchun kurashish? Meni shunday tarbiya qilishgan. Yillar davomida qancha qurbonlar bo'ldi. Bu yerga kelganimdan keyin o'zimni juda ham aybdor his qildim. Ammo bilasizmi, buni unutishimga sevmasam imkon berdi. Nima? Buyuk temir meni aqliy ma'lumotimni himoya qilish uchun mo'ljallangan. Men mustahkam kelajakka qaytgunimcha, agar uni egallagan tanasi o'lmoqchi bo'lsa, u boshqa birovning tanasiga ko'chadi. Men yana yashayveraman oy kelajagigacha. Qaysidir ma'noda bu jazo, lekin buni qabul qilganman.